Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan qanday qilib onlayn hujjat topshirish, ya'ni abituriyentlar uchun qanday qilib oliy ta'lim muassasalariga onlayn hujjat topshirish jarayonlarini ko'rib chiqamiz va shu bilan birga abituriyentlarda eng ko'p tug'iladigan savollarga ham javob berib ketamiz. Demak, birinchi o'rinda jarayonni boshlash uchun biz brauzerga kirib olamiz. Aynan biror Google brauzer yoki boshqa brauzerga kirgan holda mana bu qidiruv, ya'ni sayt yozish qismiga shunchaki uz.bmb deb yozsak va qidirishni boshlasak, bizga mana bu sayt kelib chiqadi. Mana bu my.uz.bmb.uz sayti nomi kelib chiqadi. Aynan bilim va malakalarni baholash agentligi saytiga kirishimiz kerak bo'ladi. Bu saytga kirib olamiz va bu yerda bizga ikkita variant beriladi: kirish va ro'yxatdan o'tish. Albatta, agar siz avval ham o'qishga topshirgan bo'lsangiz, ya'ni avvalroq litsey yoki kollejni yoki maktabni bitirib o'qishga topshirgan bo'lsangiz, sizda akkaunt bor bo'lishi mumkin. Shuning uchun kirish orqali o'zingizni telefon raqamingiz va parollaringizni kiritish bilan bemalol o'z profilingizga o'tishingiz mumkin, yoki agar hali aynan shu yilda bitirgan abituriyent bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish qismiga bosasiz. Demak, ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana bizga yangi oyna ochiladi. Pasport ma'lumotlarimizni kiritishimiz kerak. Misol uchun mana AD 785 15 18 deylik. Sizning bu o'sha pasport ma'lumotlaringiz, ID karta seriyasi va raqamlarini kiritasiz. Bu narsani pasportning mana bu qismidan olishingiz mumkin. Mana bu ko'rib turibsiz, o'zingiz ID kartangiz yoki agar sizda pasport bo'lsa, o'sha biometrik pasportda ham bu ma'lumotlarni olish oson. Demak, keyingi qismi JSHIR raqam. Bu e'tibor bering, 14 xonali raqam hisoblanadi, ya'ni asosan 30 yoki 40 sondan boshlanadi va buni ham aynan o'zingizni pasportingizdan yoki ID kartangizdan olgan holda kiritishingiz kerak bo'ladi. Mana 14 ta sonni adashmasdan to'g'ri kiritishingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, o'zingizni telefon raqamingizni kiritishingiz kerak. Bu yerda eslatib o'taman, biror tanishingiz emas, iloji boricha o'zingiz ishlatadigan telefon raqam yoki ota-onangiz yoki juda ham yaqin odamingizni telefon raqamini kiritishingiz shart, chunki keyinchalik bu telefon raqam juda ham kerak bo'ladi. O'chib ketishi yoki yo'qotib qo'yish holatlari bo'lsa, keyinchalik muammolar tug'ilishi mumkin. Shuning uchun aynan o'zingizga tegishli yoki ota-onangizga tegishli telefon raqamini kiritsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu yerga masalan telefon raqamingizni kiritasiz. Mana bu qismida esa endi parol o'ylab topishingiz kerak bo'ladi. Mana bu va parol qismiga esa o'zingiz biror xohlagan parolni kiritamiz va pastda ham aynan shu parolni qaytadan kiritishimiz kerak bo'ladi. Pastda esa arifmetik ifoda bor. Demak, parol qismiga va pastdagi parolni qayta kiriting qismida bir xil parolni kiritib olamiz va undan keyin esa arifmetik ifodani kiritib olamiz. Demak, parolda kamida boshqa bo'lishi kerak. Xo'p. Bu yerda bosh harf demoqchi, menimcha bosh harf qo'shishimiz kerak ekan. Bosh harf va kichik harflardan demak parol tuzishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda ham shunaqa xato chiqsa, demak birorta bosh harf ham qo'shib yozishingiz kerak va albatta xavfsizlik uchun qilingan ish. Arifmetik ifoda 10 × 1 10. Bu yerga ham javobini kiritamiz va bu yerga galishga qo'yamiz, ya'ni qonun talablari doirasida shaxsga doir ma'lumotlarimdan foydalanishga ruxsat berishimizni bildiramiz va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz va bizga mana bunday kod kiritish oynasi ochiladi va o'z telefon raqamimizga kelgan kodni aynan mana shu joyga kiritamiz. Raqam va sonlardan iborat bo'ladi va buni adashmasdan kiritgan holda biz ro'yxatdan o'tib olamiz. Demak, ro'yxatdan o'tib olamiz. Ro'yxatdan o'tganimizdan keyin mana bunday shaxsiy kabinetimiz ochiladi va bu yerdan biz endi o'qishga hujjat topshirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, yana bir eslatib o'tamiz. Hozirgi kunda hujjat topshirish asosan 2 bosqichli yoki 3 bosqichli tarzda amalga oshirilyapti. Shuning uchun birinchi bosqich jarayonida siz albatta ushbu hujjat topshirish ishlarini amalga oshirishingiz shart. Bo'lmasa, demak, talaba bo'lish imkoniyatidan chetda qolasiz. Ya'ni davlat ta'lim muassasasiga kirishingiz uchun eslatib o'taman, 25-iyunga qadar ushbu jarayondan o'tkazishingiz shart bo'ladi. Ya'ni o'zingiz topshiradigan joy ta'limlarini tanlashingiz kerak bo'ladi. Buning uchun demak mana shu chiqqan oynadan xizmatdan foydalanish ustiga bosamiz
va bu yerdan bizga video yo'riqnoma bor. Bu yerdan ham tanishib chiqishingiz mumkin qo'shimcha. Bundan tashqari xizmatdan foydalanish qismiga bosamiz. Va bizda mana bunaqa o'zimizning ma'lumotlarimiz chiqadi. Ko'pincha bizda mana bunday shaxsiy ma'lumotlar avtomatik chiqqan bo'lishi mumkin. Agar avtomatik chiqmasa, qo'lda to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Keyingi qismiga bosib, umum fanlardan milliy sertifikatimiz bor bo'lsa, undan foydalanishni tanlashimiz mumkin. Mana bu yerda foydalanish yoki foydalanmaslik yozuvi chiqadi. Agar sizda bo'lsa, bo'lmasa mana bunday bo'sh holatda turadi. Va buni ham o'zimiz foydalanishni bossak, demak, ma'lum bir fanlardan maksimal ball olishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, ushbu jarayon bo'yicha bizning maxsus Telegram kanalimizga ham ulanishingiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz, ushbu Telegram kanalimizda bir qancha savollarga javob berishimiz mumkin. Siz o'zingiz qo'shimcha ma'lumotlar bilan tanishib chiqishingiz yoki mana kommentariy qismida yoki murojaat bo'limida kanalimizga kirib bemalol bizga murojaatlarni yo'llashingiz mumkin. Mana murojaat qilishingiz mumkin adminga. Va shu orqali o'zingizga kerakli yana savollarga javob olishingiz ham mumkin. Albatta ushbu Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Demak, hujjat topshirish jarayonida mana bundan tashqari agar sizda chet tili fanlaridan milliy sertifikatingiz bo'lsa ham ulardan ham foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari xalqaro sertifikatlar, agar xalqaro sertifikatingiz bo'lsa, mana bu yerdan plus qismiga bosib, uning ma'lumotlarini o'zingiz mana bunda kiritib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari PDF holatida yoki rasm ko'rinishida uni yuklasangiz ham bo'ladi va bu sizga qo'shimcha, demak, imtiyozlar berish mumkin bo'ladi. Sizda qanaqadir imtiyozlar bo'lsa, bu yerda ko'rinadi. Ya'ni mana imtiyozlar qismida buni ma'lumotlar yangilash orqali yana ko'rib olishingiz mumkin. Va eng muhimi fanlar majmuasini tanlash. Bu yerda shartnoma shartlarini qabul qilishni bosamiz va test topshirish hududini tanlaymiz. Ya'ni siz o'zingiz aynan test payti, ya'ni iyul-avgust oylarida qayerda bo'lishingizni tanlashingiz kerak. Asosan agar o'zingiz tug'ilgan joyda bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha masalan Buxorolik bo'lsangiz, Buxoro viloyatini tanlashingiz mumkin bo'ladi. Aynan siz topshirayotgan universitetlarni bu yerda umuman aloqasi yo'q. Siz Toshkentda o'qishni xohlasangiz ham yoki Samarqandda o'qishni xohlaysizmi, qayerda o'qishni xohlasangiz ham test topshirishni istalgan joyda topshirishingiz mumkin. Siz Toshkentga o'qishga kirmoqchisiz, lekin o'zingiz Buxoroda yashasangiz, Buxoroni tanlab turib, Buxoro viloyatini o'zida test topshirib bemalol Toshkentga yoki Samarqandga boshqa viloyatlardagi o'qishga kirishingiz ham mumkin. Shuning uchun buni umuman qayerda topshirishingizni aloqasi yo'q. Keyingisi ta'lim tili. Albatta siz qaysi tilda o'qigan bo'lsangiz, o'sha ta'lim tilida topshirishingiz mumkin. Agar ruscha topshirmoqchi bo'lsangiz ruscha, o'zbekcha o'qigan bo'lsangiz o'zbekchani tanlashingiz kerak bo'ladi. Bu yerda fanlar, savollar hammasi o'sha tilda bo'ladi. Demak, keyingi eng muhimi bu fanlar majmuasi. Bu yerda bosganimizda bizga bir qancha fanlar majmuasi kelib chiqadi. Mana matematika, fizika, fizika, matematika, ya'ni 3-1 va 2-1 bu aynan qaysi biri fandan qancha ball berilishi, har bitta to'g'ri javobga qancha ball berilishi bu yerda keltirilgan. Shunga qarab siz o'zingiz yaxshi biladigan fanlarga asosan tanlashingiz mumkin. Aytaylik, siz matematika va ona tili adabiyot fanlaridan tayyorlangan bo'lsangiz, ana shu matematika va ona tili adabiyotni bosasiz va bu yerda bizga ko'rsatib o'tadi. Qaysi yo'nalishlar borligini. Mana bu yerda 3 tagina yo'nalish bor ekan. Arxitektura, kutubxona va sotsiologiya yo'nalishlari. Agar ushbular mos kelsa, biz tanlashimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda yana qo'shimcha ma'lumotlar berilgan. Qaysi fanlarda imtihon bo'lishi, nechta savol tushishi. Matematika va ona tilidan 30 dan savol, majburiy 3 ta fan hamma uchun. Ona tili yana qo'shimcha, matematika va O'zbekiston tarixi bo'yicha 10 tadan savol, har bittasiga 1 balldan javob uchun beriladi. Agar bu ma'qul bo'lmasa, yana o'zgartirishingiz mumkin. Masalan, kimyo, biologiya va mana kimyo va biologiya fanlari bo'yicha esa mana shu yo'nalishlarga topshirishingiz mumkin ekan. Demak, aynan qaysi universitetlarni bilish uchun yana qo'shimcha sizga ma'lumot berib o'tamiz. Telegram kanalimizga obuna bo'lsangiz, u yerda demak mana fanlar majmuasini tanlab bo'ldik va bu narsani saqlash qilamiz. Bizga mana bu oyna ochiladi va bu yerdan kelgan kodni kiritishimiz kerak bo'ladi. Va mana telefonimizga kelgan kodni kiritamiz va tasdiqlashni bosamiz. Demak, kodni kiritib bo'lganimizdan keyin bizda mana bunday oyna ochiladi va bu yerdan yana ma'lumotlarimizni tekshirib olsak bo'ladi. Bundan tashqari pastda agar siz avval ham o'qishga topshirgan bo'lsangiz, sizga to'lov qilish majburiyati ham yuklatiladi. Ya'ni
test topshirishingiz uchun to'lov qilishingiz shart hisoblanadi. Bu mana 206 ming hozirgi kunda yoki bundan ham qimmatroq chiqishi mumkin. To'lov qilish ham juda ham oson. Aynan mana shu saytning o'zida to'lov qilish qismiga bosib, bu yerdan o'zingizdagi biror kartani kiritgan holda bemalol to'lov qilishingiz ham mumkin. Undan tashqari o'zingiz haqida ma'lumot, ya'ni qaysi universitetga qanaqa yo'nalishni tanlaganingiz haqida ma'lumot olish uchun mana bu yuklab olish ustiga bosishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda qayd varaqasi chiqadi. Mana bu yerda ham mana yozilgan test topshirish fallari, ta'lim tili va hududi haqida ma'lumot berilgan. Ko'pchilikda yana savol tug'iladi. Mabodo men topshirgan yo'nalishdan o'zgartirmoqchiman yoki joyni o'zgartirmoqchiman, ta'lim tilini o'zgartirmoqchiman yoki mana chet tilini o'zgartirmoqchiman. Endi qanday boshqatdan topshirsam bo'ladi degan savollar tug'iladi. Bu ham juda ham oson. Mana qayta ariza topshirish qismiga bosasiz va bu yerdan bemalol kirib yana qaytadan boshqa fanlarni yoki boshqa yo'nalishdan tanlashingiz mumkin. Buni 25-iyungacha xohlagancha o'zgartirishingiz mumkin. Hech qanday cheklov yo'q. Bemalol yana o'ylab ko'rib, fikringizni o'zgartirgan bo'lsangiz boshqatdan topshirishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi yana ko'pchilikda tug'ilgan savol, agar sizda avval ham topshirgansiz, lekin o'sha telefon raqamini hozir ishlatish imkoniyati yo'q, telefon yo'qolgan yoki o'chib ketgan bo'lsa, bunda mana bu yerda telefon raqamini o'zgartirish xizmati bor. Ya'ni mana o'zingiz rasmingiz chiqib turgan joyga bosasiz va bu yerdan telefon raqamini o'zgartirish qismiga bosib yangi telefon raqamini kiritishingiz mumkin bo'ladi va SMS ham aynan shu raqamga kelishni boshlaydi. Va ko'pchilik avval o'qishga topshirganlar mana shu narsada qiynalyapti. Aynan buning uchun faqat o'sha o'zingizning akkauntingizga kirib olishingiz kerak, ya'ni avvalgi telefon raqam va o'sha o'zingiz qo'ygan parolni eslashingiz kerak bo'ladi. Shu orqali yangi telefon raqamingizni kiritib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Demak, birinchi bosqich haqida asosiy ma'lumotlar shu edi. Agar siz telefondan qanday qilib o'qishga topshirishni bilmoqchi bo'lsangiz, mana bu yuqoridagi video yoki pastda video opisaniyasida ham ushbu videoni qoldiramiz. U yerdan telefon orqali qanday topshirish mumkinligini ham tanishib chiqishingiz mumkin. Shuningdek, MyGov.uz dan ham topshirishingiz mumkin hujjat. Bu haqida ham tushunmovchiliklar va savollar bo'lsa, yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta, kanalimizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.